Qishloq xo'jaligida samaradorlik faqat asosiy ekin maydonlaridan yuqori hosil olish bilan belgilanmaydi. Dala chetlari, ariq va zovur bo'ylari, ekin maydonlari oralig'idagi bo'sh hududlardan oqilona foydalanish ham yerdan unumli foydalanishning muhim yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 31 oktyabrdagi aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori fermer xo'jaliklari ish faoliyatini yangi bosqichga olib chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qarorga ko'ra, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish uchun 49 yilga ijaraga berilgan yerlar hamda umumiy paxta g'allachilik va chorvachilik xo'jaliklarining 10 gektardan kam bo'lmagan yerlarning 1%, lekin 20 sotiqdan ko'p bo'lmagan qismida yirik va mayda shoxli qoramollarni saqlash uchun yengil konstruksiya bino, suv rezervuari va oziqa saqlash omborxonalarini qurishga ruxsat beriladi. Shu asosda pastorg'omlik fermerlar ham ish olib borib, qo'shimcha daromad manbalarini ishga solishmoqda. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha tumandagi 134 ta fermer xo'jaliklariga qaror chiqqan va 13 ta loyiha qurib bitkazilgan. 34 tasida molxona, tovuqxona qurish ishlari davom etmoqda. 87 ta loyihada ishlar jadal olib borilmoqda. Bu imtiyoz fermerlarni ishga solinmagan imkoniyatlarni yuzaga chiqarib, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqishga asosiy zamin bo'lmoqda. Paxta g'alla yetishtiriladigan tuman, undan tashqari mana chorva bo'yicha ham ko'plab imkoniyatlar yaratib berilyapti. Qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlarda hozir molxonalar qurilayotganda, hozir suvli yerga ham ruxsat bergani bu fermerlarga juda katta imkoniyat bo'ldi. Shu sababli fermerlarimiz bundan unumli foydalanyapti. 134 ta fermer qaror chiqargan molxona qurish ishlari amalga oshirilyapti. Bundan yaxshi foydalangan holda fermerlarimiz katta daromadlarga erishadi. Har bir qarich yerdan unumli foydalanib, takroriy ekinlardan ham yaxshi daromad qilyapti. Tumanda erta bahorda fermerlar tomonidan 13.095 gektar maydonga yaxshi niyatlar bilan chigit qadalgan bo'lsa, ayni vaqtda g'o'za parvarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mavjud paxta maydonlarining 4549 gektariga Xitoyning Shinjon texnologiyasi asosida chigit ekilganligi dehqonlarning mehnatini bir necha barobarga qisqartirib, yuqori hosil olish imkonini berdi. Bizda fermer xo'jaligimiz 1998-yil tashkil etgan. Shunda bizlar oldingi yillari endi Kiltvesada temir pishiradi deb Kiltvesamani qulaydi paxtani. Hozir Sinjon usulda egilyapti paxtalar. Paxtalarimiz yildan yilga hosildorlik oshib boryapti. Bu yil mana ko'yragimiz ham ko'p ko'sak. Nasib bo'lsa 50-60 sentrdan bersa kerak paxtamiz. Bugun agrar sohada har bir qarich yerdan samarali foydalanish, qo'shimcha mahsulot yetishtirish va aholi daromadlarini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pastorg'om tumanida 14836 gektar maydonda takroriy ekin ekilgan bo'lib, shundan 392 gektari sabzavot, 7556 gektari dukkakli, 1038 gektari moyli hamda 5870 gektariga oziqabop ekinlar ekilgan. Tumandagi Bahriddin sulolasi fermer xo'jaligi a'zolari g'alladan bo'shagan maydonning 72 gektariga dukkaklik ekin yetishtirmoqda. Ayni vaqtda dala maydonida ekinlar baravj pallada. Eng muhimi, bo'shagan maydonda samarali foydalanishda har bir hududning tabiiy sharoiti, suv imkoniyati va ekin turi hisobga olinishi zarur. Shunda bu hududlar oddiy bo'sh maydon emas, balki qo'shimcha mahsulot, daromad va ekologik barqarorlik manbaiga aylanadi.